Çolpan geldi. Her iş seherden başlanıdı. Yaxşı kayfiyat bir kunning oshquchi. Yuija, ya'ni Munavvar doktor, mayli xizmat yoki safarda bo'lay, mendan ayrilmaydi. Yo'q, men uni yenimdan ayirmayman. Uni kichik chog'ima. Ba'zida kichik ishlar cho'ng ishlarga ta'sir qiladi. Bir kunlik yaxshi kayfiyat bilan hayot qaynonligi shunday hissinamanki, baxtni, muvaffaqiyatni, hayotning qimmatini o'zim yoritaman. Umid meni davomli olg'a undaydi. Baxtni qo'llashga, his qilishga undaydi. Sog'lom turmushni o'zingiz izlab toping. Munavvar doktor. Ha? Nima? Ay, manga onda chiqim pul yo'q ey. Ya bir yil ishlatgan bo'ldi deb 11 oy saqchilkim o'shkinji batus uni. Ha? Yetmidi u. Ya, bir yil naq yetsa berma pulingni bo'lmas bermayman. Avar qilmagina meni. Manda o'gil. Oy, sen vek oldirash. Voy. Nima? Tamoqning pulini bermabsiz? Ya, ash tamoqning puli beramdim men. Halab berdingmi tamoq berding menga? Avar qilmaguylarni. Voy, nim bo'lding sen? Qo'xshab qolibsan. Voy, atgan avar qilib tugna birisi chiroqning pulini beradi, birisi tamoqning pulini beradi. Tok tuganga pul ketadi. Tomoqning pul ketadi shu. Ya, odat pul ketadi. Chiroqni satdi bir yil bo'shamdab. 11 oy ishlatib, o'shkinji kelgan o'chab qoldi chiroq. 11 oy ishlatib bo'ldi. Ha? Lekin bir yil bo'shamda badida uni yesin qo'ygan bo'lar. Men o'shqa ko'chmoq pulini bermayman degan shuningga. Yo. Uni ochig'im bilan kelib tamoq yesam, shu qaysam nima chiqdi deganda deb alabdek bir nima chiqib. Ayshning puli ayamsiz deb izzat etmay telefon qildi menga. Endi sen tugabsan juma. Yo, oday pul degan supur olmaymiz, ashta topamiz uni. Girish beribsan sen hozir. Demaysan, buni hamda tejashchan deysan bundan. Adash qo'lan qizvolim tumay juma deb qo'ya bunda cho'palishib ketma deyman. Ya, deshmishda o'g'illar amroq hozir qizlar tushamaydi. Qiziq deyman. Barat mo'chan deb anglagan. Vali mo'chan deb chaqasa qilgan buni. Ya. Asl lekin barat mo'chan desam menga yetmaydi. Ya bu qisqlik emas, tejashlik deysan. Sen mumkin o'chaq futbol bola. Qanday qilsam shunda qilay, men aralashmadim. Bu bugun sen programmasi biroz taklif qildingmi yo o'tirib ketdingmi yerda? O'tashimda taklif qilmayman, o'tog'il bo'lamdi xotirjam. Boshlayapman qarashamsa bu. Boshlaymiz. Qayerman telefon qilib ishimiz qilaman, guylarni telefon qo'yib boshlaymiz. To'xtab tur, hozir tayyorlik qilib deyman. Ko'ra olayman ani. Kimni taklif qildingiz? Sen demiding? Kim taklif qilding? Abay dedim-ku ismini. Kimni? Shu Barat mo'chan dedim. Shu qarikamni? Mening gapim demaydim ama adını satışıp otamayman asla yerda o'tirib gap qilmaydi. Deyman. Qag'ankamni o'shirkamni anglaymiz, men gap qilmayman. O'tirib. Shunda bir to'g'ri kelib qoldi ya. Hammalar kutgan shaxs-ku. Har qatim chiqib Cho'lpon keldi programmamizdan yangi sonini e'lon qilsak ham astida o'sha qarkam qachon chiqadi? Barat mo'chan chiqasanlar bo'ldi. Bakchiq o inkasyo telefon qilsamlar aldirash. Oxiri bo'lmay o'zim zo'rlab arantasida keldim-chu bugun. Unda bo'lsa xo'sh, boshlabda ketaylik, ortiq gapni jiqilmay. 2022-yillik Munavvar doktor Cho'lpon keldi programmamizda bugungi alayda soniga alayda taklif qilingan bizning suyimli Cho'lponimiz bo'lsa, Şinjan teatrchiligidagi o'chmas yulduz davlatlik birinchi darajalik artist, ustoz san'atkor O'shur Qarakimiz bor. Yaxşısınız. Yomon tez keldiniz ha? Bugun Şu sel ta'sirga kelib qoldim. Aldirashchilik. Pullarni ekanam kegilman. Pulni demaydim. lekin o'sha qarka so'rdi. Cho'lpon kel desa, ufkam pul beramda. Hozir hamma programmaning puli bo'lgandan keyin so'rab baqdi. Lekin o'sha qarkam rostchimi? O birazdan davoganga amaliyot unda deb o'ylab qolsa qolmayjimi? Xili qorni keng, qo'shiq keng deymiz-ku. Qaysi obraz demoqchi? Obraz o'zingizlar o'sha qarka. Hozir mening gapim bor. Demek rahmat aka, rahmat da hoş olduk. Rahmat. Aka, o'zingizda xabar bormi? Shu programmani yaxshi ko'rib baqdingiz. Ko'rdim, davomli ko'rdim. Ko'rdingiz. Hamma programmani ko'rdim, lekin to'liq ko'rmasammi, asosdan ko'rdim. Ko'pincha to'liq ko'rdim, lekin ba'zi bir qildingiz aka. Night yaxshi, intayin men bo'lgan ta'sir bit yaxshi. Rahmat aka. Mishada qiynaydiganligimni bilasiz aka. Men ancha qiynalmayman. Aka, unda
Cin gep bilam kelemenço. Kel. Aş körmenlermi aş çıksılam. Ya bir nakş etip etse. Ya kumuz bir biyoyan qıp belsem şu nek meydanda. Dep bunda oyluşu mümkünço. Başlan bir qiynayman sizni. Otta ağzımay turuplam. Nakşa etsek bulavır da. Biyoyan iyiliği oynamdı. Bir oyun hem de yalğız oynamak tez şu. Eğer bir oynayımız yaparsam şüphe yok. Altı yapıda sayda atalım. Rahmet. Unda olsa nakşınız bilallam resmi bir yukarı keyfiyette bir başlayıp dok. Baştılam, nakşıda başladık. Başlayalım. Meyle, kanda telefon sorulayım. İşte olsun çok ağlaydı ya. Mikrofon numarasını tayar. Rahmet. Anda olsa ben yakında tarqatgan bir suluq keldigan bir naqsh var. Shuni aytib beray. Mush Nahmedandik barliq tomoshabinlar o'ynab bersan qanda. Naqshimizning ismi Xalq naqshlardan Dodey. Rahmet.
Bütün meydanda oynap bergen barlık tomoshabinlar köpni köp rahmet aytaman. Sizga rahmat. Rahmat. Şans etti. Endi o'tirsa bo'ladi ya? Ya bo'lmaydi aka, yana bir ish bor. Yana shu ama. To'ng ishlar aka. Anlaydım. Ekranjikka ko'p ko'rmallarimiz abay bir deb o'tdim aka. O'sha programmamizdan har bir soni chiqqan vaqtida sizni talab qildigan mastalaringiz bek chiqchu. O'sha qarkam qachon chiqdi, qachon ziyorat qilsizlar, bir chiqsulti o'sha programmada bir ko'sak qildi deydigan. Shu ko'rmalar uchun bir salomingizni qizg'in holatda bir yo'l aytamiz aka. Rahmat. Ekran oldidagi va naq maydonda o'tirayotgan barliq aziz tomoshabinlarga mendan o'tliq salom. Rahmat. Tugdi aka, ham tugdi o'tirdigan keldik hamda. O'tamsak mayli. O'tirsak ketdi aka. Ma'qul. Programımız hoş geldiniz. Rahmat. Ben o'ylagandim şu qarkamlar kelmay qolamı şu programmaga deb bir endişe vardı. Lekin kep biraz hayajonlantirdingiz Juma aka. Voy kelime nimish kelmayman. Endi pul bermagan. O gapni chaqchaq deb. Hamma ishni pul o'ylasak, ish aqmaydi. Men asli boshliq kelishni o'ylashgan. Chunki bu programmalar azaldan chiroyli tomoshabinlarni jalb qilish intayin kuchli. Men nurg'un usul taklif qilgan san'atkorlarninki mushahada o'tkazgan nimalarni ko'rdim, endi qiziqdim. Lekin xalqlarning inkosimi, tomoshabinlarning inkosimi bu programma nayt qiziydi, bek qizdi. Bular Nurali nayt qizdidan qiziq gaplar bekjiq deb nurga inkosini oldik. Anladım ben. Sizmi nurg'un qatim telefon qildingiz, aloqalashdik, lekin faqat mening vaqtim chiqmay qoldi, to'g'ri kelmay qoldi. Birdan film ishlaydigan yerda bo'lib qoldim. Birdan biz komandirib chiqib tuveldi, o'yan qo'ydigan va yoki boshqa xizmatlar bo'lib qoldik. Shuni oldigan vaqtda mening vaqtim to'g'ri kelmadi. Amaliyati mening baldili chiqqan bo'ldi. Rahmat aka. Balki ilanmi shunda xo'sh bo'lyapmiz aka, hayajonlanayapmiz. Ani bunda deb maqtavamay, zamoma programmani birdan bir alaylik shu emasmi? Shu yaxshi tarafini davamay, ko'z ko'ramagan taraflarini ochmuncha O'ylamagan yerdim. Diqqat qilib qo'ymiz shu aka. Shu yaqinda obrazingizni yana bir yangilab oldingiz aka. Barat Mo'chan bilan. Yangilandimi? Yangilandi mencha aka. Burundan qısıq gelmeyi. To'g'ri, bir yangi bir obraz oldi endi. Jiq ko'rmalarimiz aka, lekin sizni rost qisqiga deb o'ylab qopdi Juma. Men o'tganda anglab qoldim. O'sha da'vatimda. O'sha da'vatida. Damesta. Oldimda ishlar deganda, deb bir gap qilay dedim, men pek tushunmagan kabi bo'ptilar dedim. Belkim Nurg'ullo hamda shu biz o'ynagan obrazning ichi kirib ketib, Mavo Shurqari degan Mavo san'atkor, men rolni o'ynadi demaylar, bir aqli ichi kirib olib, mush yerda oshtaq kenda. Oshtog'imiz mushta rolni o'ynayoladi. Akaliki amaliyotda unda emas, qarama-qarshi mo yoki qanday? Voy, osmon zamin qarama-qarshi deyman amaliyotda. Komiko bering aka hamsa. Nechun to'g'ri aytay? Keş tamak sizden aka. Chatay yo'q. Bir kech kimi bir necha kecha o'tmaydi. Chatay yo'q. Bu do'stlarni mehmon qilish bir yaxshi bir odat-ku bu. Chunki tomoqni topgan oldim, do'st mehmonni topmoq tez-ku meningcha. Men bir do'stlarni ham endi mehmonlarni mehmon qilish sharaf his qilmoqchi. Chunki o'zimiz yanchiqimiz az to'lib pul bo'lsa, tomoqni bursak chiqadi ekan, lekin mehmonni vaqt qaraydi, ekilib o'tag'izmoq biroz tez-ku. Agar siz o'tirib turibsiz, chatay yo'q. Mehmon bo'lmaydi. Bugun shu naq maydon qadam tashrif qilgan mehmonlarimiz Qashqardan, Xotandan, Oqsudan, Atoydan kelgan mehmonlar aka. Jing mehmon keldi. Chatay yo'q. Unda siz kechlik tomoq sizdan aka. Chatay yo'q, ket. Biz bermay, biz uyilib bir xil. Sizning program mushlarda. Rahmat aka, endi Tilbimiz boshqa yerdan Alloh silahjon. Ya unda mı? Buna qarasam oldigandek. Aka 120. Gap qilmay. Programınınki muqim so'ralgan bir savollar var. Lekin ular kelmayman mantiq hozir. O'zimninki bir shaxsiy bir bilgim bor, bir necha savol bor. Yezilmagan. Buni bilan munosabatsizlar. Bo'ldi. Ashna bir so'raychi aka. Bo'ldi. Men shu ismni bilgan vaqtimda tatib siz itot o'ynayotgansiz aka. Men bu endi 90-yillari tug'ilgan. Shu vaqtlarda har Qurbayit, Rozit, ashna bir faoliyatlar bo'lsa, sanlar, bo'pli qasa, cho'ng sanlarda sizni ko'ngil bo'ladi aka.
Ko'rib, andan keyin, bu o'sha qarkam ras dehqonmidi yoki artistmidi deb o'ylayolmaydim kichik vaqtimda men. Rostla. Tabiatı men degandek, siz mana shu ichga kirib ketganda Shu vaqtda men ishga kirgan vaqtlarim edi. Men o'shda tushunib oldim. Nurg'un narsalarni shunda bir g'oyibiy o'ylab olardim. Qanday odamlar shunda bo'lganda debchi o'zimcha balliq vaqtlaringiz masalanchi, qanday o'tganda, balliq vaqtlarimiz biz o'xshamdiganda, o'rtoqligimiz bormidi? Osmon bilan farq qilamdiganda deb manda narsani o'ylayman. Meningcha o'xshaydi. O'xshamaydigan yer nima deganda, balkim siz shaharda cho'ng'olgan bo'lishingiz mumkin. Men balliq vaqtlarimda yezda cho'ng'olgan. Meningki ota-onammi dehqon, onammi dehqon, dadammi dehqon. Men Qashqar Yangiqi yezininki 5-kentda tug'ilib cho'ng'olgan. Onam dadam ketib qoldi, qaga urug' tuqqan qarindoshlarim hammasi bor, yana shu yezda. Qisqartirib desam, 15 yoshimgacha shu yezda butun yezning turmushlarini ko'rib, turmushlariga pishib, o vaqtida 15 yosh kirganda men buni qila oladigan masalan dehqonchilikni qila olayman. Onamning o'rniga dehqonchilik qildigan vaqtida kooperatsiyada o'pchimgak vaqtlar. Ba'zida onam mijoz bo'lmaganda shu dehqonchilik qarvaydigan, ketmen chopadigan ishlarni men qila olayman-chu. Ketmenni rar chapa olayman. Ba'zida ham ketmen chopsa ketmenning sepini ching tutilib ketib, ammo chepishni uqmaydi ekan deb qo'ymaychu. Ba'zi bir xil rol o'ynagan san'atkorlarimiz ketmen chepishni uqmaydi. Ketmen tutqizib qo'yib, chingli tutib oldi qo'lni siyirishni uqmay. Bu bir xil texnikcha. Demakchi o'g'lim men yezda 15 yosh cho'ng'olgandan keyin dehqonchilik qilish, qanday vaqtda nima teraydi, nima oladi, nima o'rdi, nima yig'idi hammani bilaman-da. Keyin abiyatimga obrazga kelganda, shu Nurg'u odam dehqon san'atkormi deb qo'ydi meni. Nurg'u vaqtlarda shu dehqonning obrazini sal cho'kib turib o'ynayman. Chunki mening cho'ng'olgan muhitim, ota-onalarim hammasi dehqon bo'lgandan keyin bu dehqonning turmushini, psixikasini, mengish turishini o'xshamaydi shu shaharga. Hozirmi yezga tuqqa yo'qlab bormanqa, shu yezning turmushlaridagi bir qism obrazlarni kuzataman. Chunki men bu turmushni inchik tushungandan keyin bir yezning dehqonning obrazini yaratganda rasmiy hissiyotlanib turib, ichib kirib turib o'ynagandan keyin haqiqiy bir dehqonning obrazi shakllandi vachu. Undan keyin men rol o'ynagandimmi asosiyatdan o'zim emas, ash obrazning o'z deb turib, ishinib turib o'ynagandan keyin balkim tomoshabinlarga ashta bir tuyg'uni berishi mumkin. Ko'rmalar munda deb o'ylaydi ekan-chu. Bu gapni bir yerda anglab qolgan. O'sha qarakimiz dehqonning ham obrazini o'ynay oladi, boshqa obrazlarni anchibak nima qilolmaydi deb anglab qolgan. Mushuni qanday qaraysiz? U faqatli xatolik gap bo'lib qoldi. Biz san'atkor, biz shu rol o'ynashni bitirib kelgan bir san'atkor nisbatan bir obrazni o'ynay oladi, boshqani o'ynay olmaydigan bir xato ko'z qarash. Buni o'ynay olmaydi desa bo'lmaydi, balkim o'ynaymiz. O'ynagandimi ba'zi obrazlar haqiqiy shu obrazdek tushmasligi mumkin. Ham san'atkorlarning ba'ziga bu obraz tushadi, ba'zi tushmaydi. Ammo tez tushmay qolibdi deb bunda baholaymiz. Lekin meningcha ani o'ynaydi, men o'ynayolmaydi degan gap to'g'ri emas. Chunki men mush rol elishni maxsus 4-5 yil o'qib kelgan tursam, uni cho'qim o'ynay olmayman-da endi. O'ynayman. Balki ko'rmalarimizni aniqqa jiq vaqt sizni ko'gini shu dehqon obrazi bo'lgandan keyin, shu esida qolib qolgandan keyin, ashta o'ylab oldim. Undan boshqa kino oldi bo'lsin, sekretarning rolini o'ynadik, ba'zi salbiy obrazni o'ynadik. Masalan, safarda cho'ng Boyevach Fazilning Chekermanning rolini o'ynadik. Unimi o'yjo, sizlar chik baqqanmi deganlar bo'ldi. Endi shu vaqtda biz ham chik baqmaymiz, lekin shu vaqtning o'zida bizning shu juzuning odamlari xumar tutgan qanday bo'ldi, chekkanda qanday chekdi degan uqmaymiz, lekin bizni turmush kuz o'rlashtirib turdi. Bizning idarada tuman deb dramani ishlaganmiz. Shuningda shu ayni vaqt 93-yillardagi ishlar zahar chekdigan olib ketgan vaqtlar ekan. Bizni idarada o'rlashtirib, maxsus o'rlashtirib, jig'vaga yaliga olib, ularning xumar tutqanda bo'ldi, chekis qanday bo'ldi degan hammani biz turmushni o'rgangandan keyin o'zimizga tadbiqlab doğrab o'ynaymiz. Buni turmush kuzatgandan keyin bo'ldi g'ashilchu. Bu yerdan gap kelsak yana endi Durg'lar rolini o'ynab baqdim. Masalan, ilqi Qaraqchamira Tirchining rolini o'ynadim. Ilqi eski tumoqni kiyib, puli jiq kiyinishni o'qmaydigan. Masalan, ashunimi rasmiy mushada mushdi degan shu vaqtidimi. Demak, endi bizning oldimizga Nurg'ulga obrazi keldi. Masalan, mana necha yil burun endi mush san'at programmalari chiqdi, itotlim chiqdi. Har xil itotlarda rol o'ynadik-ku. Har xil rolni o'ynab baqdik. Herhalde mening o'ynagan rollarim asos yaxshi o'yindim deb qarayman. Bizim shunda qaraymiz ham. O kimi deyməksə, başqa rol oynayamaydı halqadıga. Qismin deməkçi haqqı vuruş qalsılar. Çaq. Rəhmət aka, demək hər qanday rolunu oynaya alaysiz. Bir rolunu oynab bəsimi ya naq meydanda. Sonokonu oyna. Sonokonu oynayamayınca.
Ani alaydı bir texnik talep qildigan gung talep qildigan rolni javob. Uni o'ynag'an olmaydi. Uni chaqchaq qilsa. Çakçak aka. Okugan mektep transçı aka başlangıçtan başlap. Başlangıçtan to'liqsiz o'ttirgacha yezliq başlangıç yezliq maktabda o'qidim. Bundan keyin 79 ga kelganda to'liqsiz ham chiqqan vaqtlarimda Qashqar san'at maktab qabul qilinib qoldim. San'at maktabga men qabul qilinganda yeshim kichikda naqshga bo'lmayman. Naqshga 18 ni oshganda, ovoz to'xtaganda qabul qilgan bo'lgandan keyin faqatla shu vaqtida usulga kira olmayman. Chunki men boshlang'ich tartiblar san'atga bak qiziqdim. Mektepning tashviqot taraflarida usul o'ynaydigan, naqsh aytadigan, komediya o'ynaydigan, komediya deydigan narsa bor shu vaqtda. Mektepda shunda o'ynab musobaqaga qatnashib boshlab yurdim. Keyin bu orzuyim amalga oshib, shuningdek Qashqar san'at maktab o'quvchi qabul qilgan bo'ldi. Men imtihon berim deb qarasam, yeshim shu usul to'g'ri keldi ekan. San'at hayotimda birinchi qadamni usulning bo'sog'isidan atlab kirib, Qashqar san'at maktabda 3 yil usulda o'qidim. O'qigandim, ravs mashq qilib, yaxshi o'qidim. Shu jarayonda endi bizning san'at maktabi bu vaqtda viloyatlik san'at ummakning ichida edi. Nurg'un peshqadam naqshchilarimiz, usulchilarimiz, muzikantlarimiz hammasi shu ummakning ichiga yig'ilgan. Bizning bir sinf bolalar vaqtda 45 bir sinf san'at sinfida edi vaqtda ummakning ichida bo'lgan ekan. San'atkorlar teves qildim kichik vaqtlarimda shu yezda qo'yib yoqib o'qiyotgan vaqtimda bir radioni esib oldim dedim. Shu naqsh muzikani shu radiodan anglaydigan vaqtlarimda voy palon tuduruz Oyshem qo'yim patem qurbon urgul oblikim ro'zi desa, shu qulqimni yaqib radioga anglaydim. Keyin bu orzuyim san'at maktab ummakning ichida bo'ldi. Shu hammalarni ko'ra oladigan bo'ldim. Bir tarafdan usulni o'rgandim, yan bir tarafdan naqshga ovoz sharoitim sal yaxshi bo'lgandan keyin hamma shundan qiziqqandan keyin ustozlarni ustoz tutib, ashulda ko'rishib, nəhayət xoşallıqımda ular tarafda o'zining zalda mashq qilib, o'yin tayyorlagan vaqtda zalning yanıqa ishning tuyib kelib anglab naqshlarni. Ashta o'rgandim. Shu vaqtda san'at maktabini o'qish bitgandan keyin o'qish bitirish o'yini qo'yamiz hamda doklad o'yini qo'yamiz. Shu vaqtda ham usul o'ynadim, komediya o'ynadim, qo'shkishlik shang-shang deb qo'yamiz aytish. Uningdan keyin naqsh aytdim. Hali shu vaqt talantimni hammasini shu o'qish bitirganda namoyon qilib o'tgan shu vaqtda. Endi demak, endi menga san'at maktab shu viloyatlik ummakning ichida bo'lganligi nayt men zo'r bir ilhom bo'lgan demakchi. Undan keyingi maktabni deyutaymi? Biroq deyutaymi? Maktabdan param tugisin. Andan keyin Qashqar viloyat san'at maktabini 82-yili bitirdim usul kasbini. Naqsh shu yil 82-ni 3-4 oylarda Markaziy teatr sho'yining aktyorlik kasbiga o'quvchi qabul qilamiz deb maxsus bizning opera teatr qilam maqtar bilaydigan o'quvchilar ekanda u butun Shinjang bo'yicha 25 bola oldi ekan. Bizning kuma nazoratdagi rahbarlar yo undan keyin bizning teatr sho'yinda o'quvchi qabul qilish kelgan ustozlar hammamiz berib san'at maktabini ko'rib boqayli. Mush maktabning bolalarini bir ko'zdan ko'chirib, agar yararli bola bo'lsa ashadni olamiz deb. Shuninglar hammalarni bir qurdin ko'yda ko'rib intam oldi. Intam olib usul o'yindim, naqshini aytdim, naqsh aytdim. Undan keyin muzik chala olamsa dedi. Neyni azroq chala oldim. Neyni chepadi, buni yan nim qila olaysa, itot o'ynay olamsa, biz bir narsa deb azroq vaqalik deb birdi. Yolg'iz kichik itot o'ynaymiz. Uni o'ynab berdi, buni tugatdik, shuning bilan deb mening ham o'tib qilish xiyolim kelmagan. Chunki biz ham shu vaqtda shu 7-oyga kelganda o'qish bitirdigan vaqtlar xizmat chiqamizga deb xiyolimdim yo'q. İmtihan berib qo'ydik. 8-oyga kelganda bizning sinfda 2 bola o'qitirish keldi, 2 aylan. O'g'ay uytepsi deb muallimni qo'shib ketdi. Undan keyin Munqoji deydik, uning rahbarlari qo'shib oldi. Men dedim, men yana bir o'qiymi deb ota-onamni yashinib qoldi. Men yezda ota-onamni qiynab qo'ysam qanday bo'lar deb ishkilinib turmanda vaqtda bir boshliqimiz bor Munqoji. Sen bağımsan bulmaydı. Ma mektep aldırıp baralaydıgan mektep emas. Bundan burun 2 qara o'quvchilar o'qigan Jishuyenda. Ma 3-chi qarakin sen cho'qim bor berib, utilmishga yenib kelsan bo'ldi emasmi? Qashqarga yenib kelsan ota-onangni ko'rsin deb shuninglar. Ota-onamni desam, meyling o'zingning ixtiyori bo'lar. Barim desang, berib o'qi dedi shuninglar. Berib o'qib, 4 yil o'qidik. Undan keyin bir sinf bolalar hammaylar faqat bizning idoraga tarbiyalagan bo'ldi, debchu. Hammaylar biroqla o'biramak yenib keldik. Undan keyin usul kesib qilib, endi u shu yendaymiz teatr sho'yinda asosliq bizningki tutquni ovoz bilan jiqroq olgan. Bizning savodoshlarimizning ichida naqsh aytilgan bolalar ko'proq. Chunki G'jita opera o'mak bo'lgan ekan ismi
ovozni asos qilib turib og'ochga bizni naqshlaydigan bolalarimiz yo'q. Ondan keyin qaytib kelgandan keyin shu opera o'ynadik. Naqshi usul kechiligi olsun, naqshi aytdim. Oxir naqshi ham rol ikki kesimdan usul qilib qoldi bizda endi. Yangi o'qishib turib kelganda yana andımın usulmu oynab tıqras opera o'ymekda. Naqsul kechlik tayyorlagach endi daramning usullari olsa o'ynab turdik. O usul kesimini tashlamabdik. Keyingi vaqtlarda sel tashlanib qoldi. Qani endi rol ilishlar naqsh kesimini ching tutib menib qoldik. Undan siz o'zingizdan eng yaxshi ko'radigan aktyorlikmi yoki naqshimi? Men uni desam ikkilisini yaxshi ko'raman. Ya birini tanlang desamchi. Ya ikkilisini tang tanlab olaman shu. Shu ikkilisini tang tanlag'im bor. Uni ikkilisini yaxshi ko'rmayman. Kichik vaqtingizda aktyor bilan naqshchi bo'lmaydi deb o'ylabdingiz? Ya o kichik vaqtida aktyor degan nima ekanligini uqmaymiz. Men abiyat degandek boshlang'ich maktabda qo'ydigan uşaq şöyle komediya o'ynaydi deb qo'ydi. Ikki yil chiqimida bir lapar shakllik bijmilni ikki to'rtta qiz gap qilib, "Voy komediya o'ynaydi." Shu komediyani o'ynaydim qiziqchilik qilib. U vaqtida yana naqshimni aytib musobaqamga qatnashganman shu boshlang'ich maktabda. Aktyor degan narsa bizda unda uqum yo'q u vaqtida. Men san'at maktabiga kirgandim, aktyor degan nima bo'ladi uni uqmayman. O'qigandan keyin, bu rol olish degan menda aktyor degan mavikin deb anandan keyin bildik deyman. Zat ikkisini tanlaysiz. Yo'q, tanlayman. Har kun tashlab qo'ysaman. Chunki ikkilisi ezqazgan. Ben ikkilisini hozir qila olaymi-da? Endi usulni desak, endi usulga sal ojizlik qilamiz endi. Yosh cho'ng o'g'ilda ham davomli usul deganga mashq qilib turish kerak. Men aktyor rol olish, naqshi deganda bag'an sir pishmaydigan narsa emasmi? Hozir men ikkilisini faqat tashlag'im yo'q. Yani davomli salomat bo'lsam, yana qilma deydigan orzuim cho'ng. Ey, rahmat aka. Rahmat. Unda bo'lsa, Barat Mo'chaning gapi kelaydi-ku aka. Bu qanday olib ishlay qaldingiz o Barat Mo'chani? Yozuvchi kim o masalan? Buni yozuvchisi Qahar Niyoz. Burun Qashqardagi hikoya degan tilza teatrini yozgan ssenarist. Meni bu tanlashdan burilib bitkizib ekan bu kitobni. Bitkizib uning faqat meni o'ylashmay bir necha artistlarni o'ylashib ekan Barat Mo'changa. Birsi endi komedik narsa bo'lgan ekan. Men burun komedik o'ynagan narsalarim biroz jiq qo'ygan ekan. Shunga tushdi shu rolni o'ynasin deb. Shunda o'ynab qoldik. Odikam shirkatlar ideya shirkatlar ikkisi ideal birlashib, Odikam shirkati bu kitobni tutib ekan. Keyingi vaqtlarda rejissor meni izladi. Odikam shirkatiga bog'lanmış bunday bir rol bor aka, o'ynab bersangiz. Kitobni oldim qo'limga, kitobni ko'rsam, kitob yaxshi ekan, boshdan oxiri har jihatdan bo'lgan kitob ekan. Bir xil yangilik bor-da bu kitobda. Shuningla o'ynab qoldim. Bir yilda bo'ldi buni taqat qilgan. Hozir tuvalliga tushsam, "Oy Barat Mo'chan" deb chaqirganlar. "Oy Baratkam kelibdi, Barat Mo'chan." Barat Mo'channi xijillab Baratkam deb qo'ydi. Oyapcha Barat Mo'chan desa kelib tuvan ko'rganda o'qimsin deb. Yuz yurib Baratkam deb. Jiq ko'ribdi. Va cho'nglar ba'zimi o'rimchidimi ko'risha buvoy bek cho'nglarni tatib kichiklarga chamroq ekanda. Kichik bolalar amroq ekan, cho'nglar bek amroq ekan. Bir necha cho'nglarni ko'rishib ketdi. Bek yaxshi o'ynabsiz ukam, bek kuldoq. Salomat bo'ling deb menga yaxshi tilaklarni bilib. Mening bir og'inam dedi-ja, bu komedik narsa bo'lgandan keyin ba'zi narsalar haqiqatan eshib ketibdi. Eshib ketgan, turmushda yo'q narsalar bor ekan debdi. Turmushda yo'q narsa yo'q, bormish taqadan. Bor, men ko'rgan. Men shunda emasman. Bor. Men unda endi bir oilani qamdash uchun chenib chanmay ishlar yuz berib qoladi. Lekin Barat Mo'chandagi odamlar endi buni eski odam deyish bo'lmaydi. Ashlangdimi deylik. Bu bir oilani yaxshi qurib chiqish, bolani yaxshi tarbiyalash, yaxshi bir turmush egilish uchun bu bir tirishchilik ko'rsatadi-da. Lekin o'zi bilmay işte Mo'chan bo'lib qoldi. Ba'zi qilmaydigan chakinlik qilib qo'yib, sal qo'yib birg'ayada ching tutib olib degandek-ku. Ashtaga bir atilib qoldi. Amaliyotda bu bir yaxshi ijobiy obraz bu. Tejashchanlik, isrofxo'rlik qilmaslik, yaxshi obraz shu vasli. Buni o'ynash jarayonida nurg'un qiyinchiliklar bo'ldi. Abiyatning og'idamni gapini desam, men shuni bir misol gapiray. Barat Mo'channing o'rkaydigan yeriga 6 ta o'rkay 10-20 ta o'zi yeydi shuni og'ichi. Ba'zi vaqtda ashtaga bak eshib ketgan, ha debdi, shuni eshib ketgan bo'lsa, ya deb turadi. Bir kuni qo'g'on yeyli, 3-4 yil chiqib turayli deb, biz qo'g'on olib chiqlar, siz chiqib turinglar. Aşğanның xilqi söyrerek bir o'tamoqchi oldik. Desak bir og'inimiz chiqdi, qo'g'onchini oldiga berib, qo'g'ondan birini pichqizib, tatli qo'g'ondan birini pichib beramiz deb. Pichib bilan egiling tetpaqay deb, tetpasi
bu lavz ekan debdi. Unda yana birini pichay deb, yana birini pichib yana biqib, bu lavz ekan deb bir tilimni yeb yetib. Aksiliga men tatliqda qo'g'in satqan zada tatliq chiqarmish qo'g'in deb uchinchisini pichibdi. Uni mi yetib lavz ekan buning bo'ldi. Amma chiqdil deb javob. Buna yento'g'ni, Barat Mochendek chiqmay adash. Ham 3ni pishtirib o'tdik. Bu lavz olsin, birini ep ketaylar deb. Avval chiqqandan keyin, undan keyin mushta ish qildim adash debdi. Barat Mochenning turmushi bormi ekan dedi. Ras. Turmushni bor ekan. Jingda o. Turmushni bormi ekan mushta ishlar. Mana sizda ko'rilibdi bu ish. Chunki bu ko'rilib qoldi bu turmushda. Abiyan degandek bu Barat Mochen deb ham dalqa Mochendan ching tutib ham keyin o o'zimning ko'jig'ida ayni jig'i bu juttirib uni keyin tepib demak hamda bir isrofxo'rlik qilmay tejashliklar oil boshqarish deganlar gap hamda Baratninki asos boshdan og'ir tutgan yo'li shu amaliyoti eski odam emas ijobiy obraz deyishga bo'ldi. Abay programının bişiriki paralarımızı aldınız mı ka? Veli Mochen. Anladım yeni tür bu Veli Mochen'de kandak kılıtsın bu mu Mochen mi? Bu Mochen bu. Çıkılab ya degandek nurg'a adamlar nurg'un tomoshabinlar yaxshi ko'rdikan. Endi bilib bilmaymish taq obrazlar bor jamiyat bor. Raspa. Aka unda siz hozirgacha o'ynagan obrazlaringizdan aş qaysi obrazni eng muvaffaqiyatli oldim deb o'yladingiz? Hozirgacha o'ynagan obrazning ichida bek jiq endi. Sahna asarlari bo'lsin, mayli televizorda o'ynagan itot bo'lsin yo kino, televizor bo'lsin, esolsam bek jiqkan. Uning oldida 90-yillar, 2000-yillarning boshlarida bizimiz shu VCD film deb moda bo'lib ketgan bir vaqtlar bor. Shu vaqtda bu To'xti yo'lvas, mashtaq filmlar jiqdi. Shuningda o'ynagan rollarim bek jiq. Mandacho mening tutqaylam. Kitaptım ekaslam oynab baqaycha keyin bo'z deb o'ynamayman. Kitapni boshda ko'rib mayli itot olsun, san'at kechligi olsun, televizor teatri nim bo'lsa aldılar o'zimizning oldini o'tkazib, o'zimizga yarg'a vaqtida shaxsan o'zim yarsa, men shu obrazni yaxshi o'ynayman, o'ynab chiqalayim deb o'ynayman. Uningdan keyin chuqur buni men yaxshi tomoshabinlarga yaxshi ta'sir qo'zg'ada qilib o'ynayman. Demak, cho'g'im nima deganda, mening hozirgacha o'ynagan rollarimning ichida o'zim absurdlik rol yo'q. Jeb rolni daraq o'ynab qopdim men. Jeb men bu tiz tushmay qopdi bu. Yaxshi bo'lmay qopdi degan rollar yo'q, kitoblar yo'q. Chunki men oldindan kitobni mayli itotos nim bo'lsa tanlab kitobni boshdan og'ir bir ko'ritib o'ynayman-chi. Unda bo'lgandan keyin pushayminim yo'q, yaxshi ko'rib o'ynag'achqa hammani yaxshi ko'rdik. Lekin akam jiq aktyorlarda o'ynab bo'lgan rolni masalan kino deyli, ekran chiqadigan narsani ham qaytarib olib bo'lmaydi-ku. Shu ko'rib, men bu yerga ketkizdim, menda deb. Menda u degan narsa mendaq bir narsa u. Masalan bir denişçi bir televizyon teatrını oynasak, deyin şu, yıkan şu deb qo'ydi, efsunarlık san'at deb. Chunki sahna olsa, bugün selmada ketib qolgan bo'lsa, ertasi to'liqlab o'ynab olsak bo'ldi. Kunda yangilanib o'ynab turibmiz emas. Mavi televiziya, kino filmlarida bir qatimli o'ynaymiz, cho'qim o'tib ketadi. O'tib ketgandan keyin afsuslanib qoldigan yava, lekin butun bir rol emas u. Bir kinoda masalan bir necha maydon ko'rinish oldu. U ko'rinishning hammasida afsusnaqda ko'p, ba'zi yaxshi chiqadigan ko'rinish oldu. Jeb yaxshi bo'libdi. Ba'zida mandaraq qilib etsam bo'libdi ekan. Voy, mandaraq qarab etsam bo'libdi ekan. deb kichik yalda afsunib qolamiz. Bir butun rolga unda afsunangandek bo'lib qolsa, u rol mag'lubiyat uchragan bo'ldi. Shunga bu diqqatimiz Barat Mochenning filmini ishlaganda haqiqatan jafoliq yeri bekjiq. Barat Mochen gilam hamma qismida bor. Ba'zi televiziya teatrida bir maydonda boshqa artistlar, bir maydonda oila bor. Ma'ningda shu Barat Mochen ayol bo'lsin ba, yo'q bo'lsin ba-chu bu. Boshna qaranda bo'lgandan keyin men buningda o etrafimizdagi ba'zi shirkatning odamlarini bir hayron qolg'ayri. Chunki bek jafoliq loyisulik tushadigan, bek baynasulik tushadigan yerlarim bor. Doya urlashtirmagan bo'lsa, shuni kuchab turib o'ynadim. Chunki keyin pushmon qilib qolmay. Bu bir qatim har kun tushmayman bu loyga. Bu jafoni har kun tatmayman. Bugun bir kun tatib kuchab o'ynab etsam, suratga elinib qoldi. Ati o'tib ketadi bu degan ideya bor-chu menda. Cho'qim men filmga chiqqan vaqtida cho'qimlashib qanday jafoliq bo'lsa, o'zimning kuch qudrati, o'zimning texnikasi yetkidek ya bo'lsa, cho'qim to'liqlab o'ynayman. Chunki keyin abiyatingdek pushmon qilib qolmay deymizda. Pushmon qilsak o'rniga kelmaydi. Cho'qim bir kuchab jafoga chidab etsak, surat elinib qoldi, keyin etrafimizga ijab bir
chidadinglar deb qo'ydi. Shu bir qatimliq ish bu. Chidasak, ayat yana tushmaymiz bu patqoqqa. Ayat yana yugamaymiz bu yo'lda. Bir qatim yugurib chidaversak bo'ldi deb. Shunga keyingi ishlarda pushaymon qilmay deydigan yerim shu. Buni men astoydil o'ylayman-chi, shu bo'lapmi? Televiziya ekran senati kelganda astoydil ma'mul qilaman. Rahmat. Aka shunday qilib tunji o'ynagan obrazınız qaysi bo'ldi? Kinoda hamda men Beijingda o'qiyotgan vaqtimda kinoning ismini unutib qolibdim. Bir kinoga bizni chunjun qilib o'taqza deb tunji qatim maktabda o'qiyotgan vaqtlarimiz bizning sinfdagi bolalar hammalar chunjun qilib o'tirib bosh rolning bu musobaqa qilishida yeri ekan. Shu tunji qatnashgan kinorim shu chunjunlab o'tirib qatnashgan kinoni manda ishlaydi ekan, manda rol oldi ekan deb shu vaqtda o'qiyotgan o 83-4 yillardagi vaqtlar Beijingda o'qiyotgan vaqtim. Shu Tunis, undan keyin Xinjiangga kelgandan keyin birinchi qatim chiqqan televiziya teatri Asiya kulangisi deb bir 3 qismliq bir televiziya teatrima bizning Adilimiz bosh rollarga uningda. Aşnangda bir kichik bir rol o'ynadim. Undan keyin bu manda ishlaydi ekanmiz, manda o'ynaydi ekanmiz, bir undan keyin VCD'ga atılınıp ketdik. Onun kesbi, Deyun Çağ'ın nurgun kinolari qatnashdim. Hem de Tunis şu, hazır hem de sanaş üçün hem de bugün sanat boğmak müttəsicikleri unutib qaldık da. Yani bir qatim bir çıkış imkanı da qalsa başını toluq deb biraman. Şudam. Endi ma senin itotlar deyil, drama kelsakmi? Bizning o'qishib turib kelgandan keyin nurg'ulg'an dramalarni o'ynadik. Masalan, men cho'ngroq opera o'ynagan uningda mening rollarim bekal bosh rol olmasmi? Asosiy qo'shimcha rolni qo'yindim, lekin 92-yillar bizningki G'arib sinema operasini Aytam Kamildan keyin bir ikkinchi qatim biz o'qishib turib kelgandan keyin esga keltirdik. Undan keyin G'arib sinemada operada G'aribning obrazini o'yindim men. Tunji qatimliq hisoblanadi. Opera o'ynashga tunji qatimliq hisoblanadi. Urumchida qo'ydik. Shu vaqtda Qozog'istonga taklif qilinib, va o'ynab kirdik. Operalda ABJO qilib bekitdi cho'ng rollarni. Navadmaning sel ovozi tutib qolsa, bunda g'atchida almashib chiqadigan. Chunki opera bo'lgandan keyin ovoz degan chataq chiqmaydi degan olmaydi. Ba'zi azroq ovozni bo'lsa, qanday bosh rolni bizning idorada AB qilib qo'ydi. Ikki odamni bekitdi. Birinchisi bizning Turg'unni bekitdi, ikkinchisi men G'arib rolchi. Senemning mashtaq. Men B obraz deydim. Birinchi qatim o'ynag'im G'arib senemning G'aribning obrazi. Uningdan boshqa o'ynagan dramalar, operalar jiq endi boshdan oxiri sanab kelsak degandek vaqt ketadi uningga. Kelib chiqib ketadi, mat programma suyib ketadi. Onda olsa aka, şəxsən mən bilməkçi bolğan suallarning cavabı çıxıb oldu-ku bu yerdə. Əmdi proqramınınki rəsmi sualına gəldik aka. Əmdi mi təqə? Sadas başlıq aka. Birincisi, siz bu il qancha yoshda shu yoshdan kelganmiz əmdi? 40 qaz qaldım. Ben 40 qaldım, 40 qaz. O yaşını demeymiz. Ya deyimiz aka manada. Özden deyelim ben qancha yaş məsələn? 55, 56. Sel kep kaldı. 57. Kel. 58. İşip ketdi. 57 mi aka ondasa? To'g'roq eshit yaşayın. Rahmet. Ben bir küçük görüp kaptım Cuma aka sizni. Ya bir dedim o şu 40 qaz kaldım da ben yaş degeni bir san o. Başta dep yaşayman. Qancha yaş kirdingiz siz? 40 bir ay dep kaldım deyme şu. Çünkü mening ro'y kayfiyatim shu edi. Hozir kayfiyatim shu birinchi menga yurdi. Badan shunchaylar o'zmashayotgan. Asas shatin shundoq a? Taqturqom shu yoshda. Sen spor hali cho'ng aya ketib qoldi. O'rnitim qaytadan ochdi aka. Başdaqmi? Yaş kizilki ağin olib qoladi. Ondan sonra kaç Ben gitsin. programmat kembemse da. Ondan sonra kaç gitsin. Siz ito sahasida kimni en yaxshi ko'rasiz, kimni yaxshi ko'rmaysiz? Aktyorlar sahasida demoqchi Cuma. Aktyorlar sahasida bundaqa. O'zimning kasbdoshlarini hammasini yaxshi ko'raman. Mush aktyorlik sahasida aktyorlik qilayotgan, itot o'ynayotgan mayli kino. Bu aktyorlik sahasi tabiatan bu kar narsa. Itotmi shuning kirdi aktyorga, kino, televiziya, drama, opera hammasi aktyorlik kirdi-ku. Ashnanda rol olayotgan mush o'zimning kasbdoshlik, kasbiy aktyorlarningki hammasini o'ynaganini ham yaxshi ko'raman, e'tirof qilman, qo'llayman, hurmatlayman. Siz yaxshi ko'rmaydiganingiz. Yaxshi ko'rmaydiganim
Manda bir dey şu anda. Nurgun nesini körüm. Hazır mı tor sayısın nayt kang rop ketdi. Qanda dem bizim oynap çıksa bulduğan bulup ketdi qoy endi. Mening birli deb qo'ydigan yerim endi bizden ko'nlarni mush quchqach olsun, qassab soysun deydigan bir gap bor. Nurgun aktyorlar yetilib ketdi. Rahmat, yaxshi, ashta tirishib turmashqini. Lekin mening bir taklifim, yaxshi ko'rmayman emas. O'g'limni hurmatlayman, lekin ta'lim olib maktab yüzü köymey açtaq bir rol oynatqanlar. Jiq, yıldız yo'q, daraq qo'shib qoldim daraqqa. Qattiqroq bo'ron chiqsa, yiqildi o daraq hamda yıldız olmadi ekan. Lekin cho'qim kuchliroq bir obrazga kelib, masalan, sahnalarda, ekranlarning oldida açta biz makilma rolni o'ynang desa, balkim uning sal kuchab qolish mumkin va yoki yaxshi yordammaslik mumkin. Shunga shu aktyorlik qiziqayotgan, aktyorlikni o'ynasam bo'ldi, kino o'ynasam bo'ldi deyotgan ishtorlarda yaxshi asarlarni chiqarayotgan shunda aktyorlar to'liq kursiga kirib, yaxshi ma'lumot olib, texmi yaxshi bir narsani o'ynasa, men undan keyin texmi ichimda yaxshi ko'rsam deydigan bir orzuyim bor. Ulog'im yana o'chemasman lekin. Taklifim shu. Rahmat aka. Üçüncüsü siz kaçıncı yıl to'y qilgan ayolunuz ve balalarınız ailanız to'g'riliq bir tushunib baqayli. 86 yıl o'qishib turib keldim. 87 yıl 9 ayının 12'si to'y qildim. Kim bilan? Onu mu demdim ben? Mening ayolim kino studiyasininki shu tarjim bo'limida Patigul Zunun deydigan bir ovoz artisti burun, keyin ovoz rejissyorligi ham ovoz berdigan ishqilib kasbni tang ilib mangdi. Keyingi vaqtlarga kelganda 2000 qancha yil ish qilib bular kino studiyasininki tarjim bo'limini Tilze stansiyasiga biraqli tarjim markazi qilib bu yerga yondirib keldi. Bular uning mishada ishlab armilish chiqdi. 88 yilda bir qizim tug'ildi. Qizim tug'ilib shu Urumchi 20da o'qib, undan keyin bir san'atga baq qiziqadigan bo'lib bu qizimni usulga baq qiziqatdi. Usulda o'qimasa bo'ldi. Men chunki usulni bilmanda intayin jafoliq, baq ching butun san'atning ichidagi har qanday bir kasbni usul kasbi jafoliq. Her kuni 3-4 saat meşq qilmasa usul o'ynag'olmaydi. Usulda o'qidi. Sen shu endi 5 yil usulni o'qigandan keyin kichiklar 11da kirgandan keyin 15-16 kirmayli xizmat chiqadigan bo'lib qoldi. Shuning bilan bu bola bu kichikli xizmat chiqib, xizmatning o'rdisini chiqalan bo'ldi. Shu binka o'qsin. To'liq kursda o'qitayli bu bolani. Seni shu yerning teatrda bir o'qsin, menga o'xshash deb. Men usulni bitirib teatrda o'qidim emasmi? Qizimni shundan zo'ldim. Sen shu yerning teatr fakultetida ammo Yingyoju benda bir sinf ochilgan shu vaqtda shundan o'qidi. Uningda 5 yil o'qidi, 10 yil san'at tili o'qidi. Men bitirib chiqqandan keyin mening bolamning bizning idoraga kelsin, kelmadi undan keyin o'zingiz tanlab beqing desam, opsining kasbini ko'rib paxta kirib ovoz beribchi va shundan bilan oxiri Xinjiang radio Tilze stansiyasining diktor riyosatchilik kasbini tanladi. Shundan bilan hozirgacha shu yerda ishlaydi diktor riyosatchilik. Bizda o'zingizga izbosar qilmoqchi ekansiz aka. Mening demoqchim o'g'lim hamda usulni bitirgandan keyin kichikli xizmat chiqib xizmat qilaman deb muqaqqatcha to'liq kursda o'qib olsin. Bizning vaqtni to'liq kursni to'liq bir butun adam bo'lsin deb. Men bu teatrni yaxshi ko'rgandan keyin qizimning ovoz sharoiti yaxshi edi-ku. Keyin naqshimni o'qimaydigan bo'lib ketdi, uni maktab bitirib. Mening kasbimning qismi yaxshi emasmi biroz deb qo'ysam, oxiri o'z antalida shuni hozirgacha shu yerda hali yaxshi obdan ovozimi yaxshi o'ziningki qobiliyatini yaxshi joriy qildiryotdi shadi. Radio stansiya ishlayotdi. Tugidim aka. Yani shu bir qizim bor, shu bir xotinim bor, shu men bor. Ya keyinde ailenizin tushunib baqayli deb, men sen uyingiz necha bin falan. Dek cho'ng emas. Unda olsa aka keyingisi, siz tamoq etishni bilamsiz. Tamoq etishni uqmayman. Uni bilmayman. Uni backpage'layman lekin. Fanbeymen chilashni bilaman. Lekin tuxumni pishira olmayman, sut pishirib qila olmayman. Undan keyin sho'rpini yaxshi olaman lekin. Ko'plarni pakizalab qiyinliklar yetishib. Sho'rpini mutas, shuni ko'pni chekirgizasi go'shtni men bak suzuk pishirmayman.
Shu qilalaydigan ishim shuken. Birsi ashundan qiziqmaydi ekan. Buning qiziqish ketgan-chu. Nurg'un tomoq yedigan erlar qiziqdi ekan buningga. Azaldan qiziqmam demash qilib, uyda bir tomoq olmasimi, nim deb tomoq yedimdan xafa bo'lib ketmaymi-chu? Xapalab qolgan odam bakin. Ba'zi bozor bo'lgandan bo'pti deb chiqib qolib bozorga. Ba'zi demlar o'zi azon tomoqni oldi. Shu vaqtda bo'lgan. Baratning ideyasi var. Soğudu geçti cuma kasında paranlasam xudu açtı. Şun qılanmayım şu. O da azaka keyingisi. Esinizden çıkmaydigan oyun qo'yish jarayonidagi bir qiziqarli ishni deb beram. Bak qiziq ishlar jiq chiqdi, kula ishlar jiq chiqdi, lekin hozir faqat esimda yo'q avvalo. Bunda film olgan chaqda bu qiziqarli ishlar bek jiq. Har birini birdan desam vaqt ketgan ham taze isimni qolmabdi. Deb beramidin azaka vaqt ketdi deb turib. Deb beramidimmi? Ya faqat masvalni so'rab qolay deb isimga olamadim. Lekin qiziqarli ishlar degandek jiq bo'ldi, faqat esimda yo'q lekin. Ona azaka keyingisi. Siz mush fursatda yosh aktyorlarimizga deb qo'ydiganlaringiz bormi? Endi kelgan gap. Ha, deyibman-da. Qanday qilib o'taktamdik, yana boshqacha gaplaringiz bormi? Yana bir deyibtay bo'lmasa. Aktyorga nisbatan yana takrorlasam, birdan bir muhim narsa nima deganda, mening talab qildig'im yosh aktyorlik bo'lgandan keyin siz bir rolni bilangandan keyin faqat bir ikki kinoni ko'rib qo'yib, shundoq demay, masalan, yezning turmushi bo'ldi, shaharning bo'ldi, korxonchilarning turmushi bo'ldi, cho'qim ashak berib, az to'l bo'lsa shu turmushni o'rganish kerak, bilish kerak. Bilmagan vaqtda u tashqi qiyofatnimda kiyinib chiqqandan keyin ichida bir narsa yo'q, o'ynagan narsa rasmi ko'gadam tepmaydi. Birdan bir narsa turmush kuzini asos qilish kerak, turmush cho'kish kerak. Undan keyin sahnaga olib chiqqan narsa haqiqiy turmushdan chiqqandan keyin ko'rayotgan odamning yuragiga udul berib tegadi. Bu nimdan kelgan desa, men sho'yanga teatr sho'yanga borganda yolg'iz kishilik etotni boshlaymiz. Shu eng boshida yolg'iz kishilik narsani. Men chiqib haftada 3 qatim bozorga chiqib turmush kuzini mandamda temin chiqarib birdi. Ma temida etot tayyorlab kelsa, turmush kuzdinglar dedi. Demak, shu turmushni bilmay turib, turmushni kuzatmay turib, senda rasmiy bir obrazni muvaffaqiyatli o'ynaymi degan gap nollikdan qolib qoldi. Shunga mening birdan bir talabim hozir yetishib chiqayotgan aktyorlar jiq, mayli ishdan sirtqi aktyor bo'lsin, mayli kasbni bitirib o'qib chiqqan bolalar bo'lsin, turmush cho'kishni asos qilib, turmushdan olib chiqish kerak shu obrazni. Cho'ng bir dars bo'ldi akamova. Raslan mongmi nisbatan. Men qisqaroq o'tdim men bu darsni. Keyingisi aka. Sizning hayotingizda pushaymon qilgan bir ishingiz bormi hozirgacha? Asos jihatdan meningki kichik vaqtimdan tortib orzu qilgan o'ylaganlarim o'ylaganimdek bo'ldi, keldi. Mening bir pushaymon qilganimda bu insonda hammadamda bo'lgan pushaymon qangu. Mening dadam tugab ketdi endi. Dadam 14 tugab ketdi, anam 17-yil tugab ketdi. Endi anam dadam bo'lma yaxshi qardim desam bo'ldi, lekin hayot vaqtida qanchalik qilganlarimizni, yana qilmoqchi bo'lganlarimizni ufqonmay qilib, qildikanmiz. Tuqqanlarim bak yaxshi qarab oldim, obdan deydi, lekin tugab ketgandan keyin o'ylagandan keyin bir umrlik ishganda bir pushaymon qilgan yerim, ota-onamga yana menda bir ishlarni qilgan bo'lsam, yani anda bir ishlarni qilib olgan bo'lsam, nimga yaxshi bo'ladi deb ota-onam bilan azroq pushaymonim bor. Ba'zi bir qilinmagan ishlarimga, qolgan kasbiy jihatdan, o'zimning turmushi, o'zimning tutgan yo'llar jihatdan pushaymon qilgan boshqa ish yo'q. Pushaymon faqat shu ota-onaga to'liq qilinmagan bir ishlarimda azroq pushaymon. Unda olsa, keyingisiga o'tayram aka. O'tila. Keyingisi yomon. Qancha yomon bo'lsa men bor. 8-si naq maydonda tayyorliqsiz holda rol o'ynab berasiz. Qanday rol tiyimiz bormi rolninki? Tiyimizni biz o'zimiz deyishimiz. Naq maydonlam. Şalban geldi. Ya Oşaka! Ha? Kim? Ya Oşaka! Kim o? Ben aka. Oo. Oy. Qanday ol, yaxshimi? Mijat yaxshimi? Yaxshi. O'zingchi. Yaxshi aka, o'tira. Kelib qolsang bu yoqqa. Kelib qoldim, yomon jiddiy bir ishlar aka. Hozir o'tganda munchuq monga vaqtingda gap qilding-ku menga. Qimmat deding-ku. Ne qılam qara hozir miyada bir og'inimiz o'tdiydigina. Nima yeziq kelmoqchiga qara. Bir nima solamandamda bir nima qurma, bir nima mablag' solaman dedi, ma ish bir nima dedi digina bu. Shadin keldi. Hozir keldi.
Ya bu deydi, yenimde mablag' var. Yana bir mablag' chiqiradigan bir odam bo'lsa, birlashib bir ish qilsak, bunda pul topsak deydi-ku. Ya ishtonlar bir ish qilib boqamsa ekan. Ashni men tanishtirg'in keldingmi? Ha, deyman shu. Yo'q, ukam. Ha. Hozir men shatrapildim shunda qo'ymish edemiz bekchiq. Qamlashmagan odamni men tanishtirib qilib, men bütün bir soatdan ayrılib qolmaylik Ya ukam. aka, men kimman? Siz qop-qor xayli qilamdim men, qarab turib. Sen azroq nim qo'ysa va shuning bilan nim qilasan sen maqchan. Ya aka, o'zimni aksi deb yaqavyapman juma. Bo'pti. Pulni topudi aka hozir. Qachonchi besib o'tirsa pulni? O shu, lekin sen mentirib turasiz juma. O ketadi, sen qolasan, men izlab, sen biz qolamiz meda. Xotirjam bo'l aka. Uyani adresini depadim, kevyotidi hozir. Ko'rishib baqalamsa. Ko'rishib baqalat, lekin onun oldida akamda pochi tu. Mablag' salamsat salamali da juma aka. Yenib qolgan ishni qilma juma. Gapni anglayroq salamat, Ya sasam. anglaysan aka, deyman-ku hamda. O'zini qochirib turib hamda meni xijolat qilib qo'ydigan ishlar qilqamsin deyman-ku. Bo'ldi, xotirjamla ukam. Aycha. Chiyingmi yo'q aka, bitta kasam. Choy. O'shada, ha. Xotin chaqiraymi, choy demisiz? Bormi yo yengam? Yo'q. Tak. Kim bu? Shuma? Kirib. Ha, kilan. Ana ol yaxshimi? O'tadozmi kilan. Men degan akam mush o'zini aksi. Kilan. O'tir. Men o'tiray. Oy, bu yezladimi? O'zgarishlar cho'g'ib ketdi. O cho'ngib ketdi. Hozir partiyaning siyosati shu yuzli qaratgan siyosat bek yaxshi. Dehqonlar turmush texmi yaxshi hozir. Yo'qolsam Cüseylikten bana bu cüseylikten çıkamayım. Jusey? Ya manda Cüseyning bazır yaman ilaqi ishtik bo'lib ketishi, men yaqin qilmash kushildim boyancha. O'rimish tarafladim Cüseyn jiq yemizg'o, ilaqi bir shunga ilaqashda jiq teryotdi. Foydasiz jiq emasmi? Meniki. Yo'q. Nadik Juseylikning gapini qilyapsan sen deymi? Navading sen? Nadan kelding? Etizliqning hamisi cüsey teriyor tuslaga kabu. Sen ma mahalda kelqi yishil tug'an etizliqdiki Jusey dedingmi shu? Mana ko'rdingmi? Sen burufkanma, shadinma yizliq kelib baqmaqamatan. Ya ma tunji qitim kelishim juma kamina. Ukam. Avog'i Jusey emas, bug'doy. Men deyman, am deganma. Ya men rost Cüseyning gapini qotgan o'xshay deb qotdim. Bug'doy. Nima ekansiz sen yotgan ashliq ash bug'doydan chiqadi, bug'doy shu. Yaras tarixiy juma bu bug'doylarma ko'kirib, qatirib. Bu ehtiyoj bo'ldi, bug'doyga ko'kirdi shu hozir. Deyishilar ko'rsam appaqli bir birimiz chiqadi. Pishgan vaqt aqirdi. Unda bo'lsa, o'shaka, men degan og'ina mushu. Cho'ng ishlarni qotgan loban hisobdichu. Mishaga cho'ng bir mablag' seliblam, pulni topqizay bir cho'giltay deb o'ziga yaxshi bir hamramda sherik izlayotdi-chu. Senda bag'oka fursat jumami shu? Talay. Bu bola nima qildi ekan asosliq? Nima qildi bu asosliq? Deb beradi sha. Asosliq men qanday ish bo'lsa qilavermadim. Endi shuni yaqinlashib bir ishinib qolgan pullarim bor-ku, endi shu yeziklarni bir yo'lay degan bir asosda bir nima o'z bo'lsa shuni bir olsam, seçim tang bir foyda topsam degan. Mandada. Nima deydi debdim men. Sen demoqchi bo'lganim men yezimizdan chiqayotgan men yerlik mahsulotlarni elab menda. Men dehqonlik bir azroq bir yordaming hisobida menda bir qilib qo'yay debsan degina. Bo'ldi. Bizning yezdimi nurg'un mahsulotlar bor. Yangoq deymiz, chilon deymiz, mush ana deymiz, har xil mahsulotlar chiqdi. Shuni Asang bular o'zing yolg'iz qilamsan, birga qilamdiqni. O'zim yolg'iz qilib qolsam, men asosiy foydani men o'zim olib qolsam bo'ldi-da, aka. Mana mening o'ylig'imdan pul deganda desa, pulni solaman demamsan menda. Pulni nega soladi bilib sanmamda ne qiziq nima qilaman. Eşimle Ismail pulni so'm qisqa salam dema. Nima qilaman? Bilib sanmamda ne? Men dehqon desam meni shunchalik bir ishni uqmaydigan ko'ratamsa, xulaqib bir solib.
nima qilgan bir nima bir quvroq tammamda sasima sep qo'ydigan bir yanchiq sep qo'ydigan kemptom misal ziq kelib qolsa yo'q demin yaxshi olsin deb men yenib ketib qolsa da yenib ketadi bunday yerda yonamdi bu bunu taylıkına ve cüzeli buğdayını tutmaydan birini kaçlık Məhkəmə. Babanın azraq məhbə gibi vakit. Şu anda ne? Pul degende şu özem yağlı tapsam mı şu tapı dikenmeden ha. Hem şu kolabda kelişçimiz dekkalar basım azak yardam kılay. Tam bir meblağ çıkıp tam bayvalı yerge asastam dibe. Tam çıkışıp kılandık geldiler. Tam çıkırış yap. Bunda şiiri kulap demek ki. Doğru. Fikam, meningcha şu şiirchilik ishini qilmaylim kedayim fikam. Qandaqa şu şiirchilik to'g'ri fikam, mush zambilni şiirik ko'targan oldi, qog'ozni şiirik o'g'inolmaychi fikam. Mush toza xo'sham yo'q. Manda qilaylik fikam, manda qilaylik. Men shkela endi ko'rishdik. Bu bilishmay, tunishmay turib şiirik o'g'inolmaydi fikam. Men seni vaga, men bizning kenetde bir kooperatif var. Aş kooperatifda bizning dehqonning mahsulotlarining hammani aşağı top chiqib, undan keyin sen o'xshamishlar lobelik kelib qolsa, ashunaq sotadi. Men shuni shu yerga tunishtirib qo'yay. Aka, qalab senda. Qalab. Maqal yo'qdi. Bu bağı. Ya rasa bu kalımız başka okşamaydı kalırken bu başka kallardan müngüz batır atıştı bu. Kızım mozaik bu. Mozaik müngüz çıkanda da kızıkya kalırkense abi cüseyde bir yüzüm döktüm. Ya fikam kalı okşamaydan kalı olmaydı. Kalı degen kalı okşaydı. Muzay o'xshaydi. Bu kalvağı fikam. Ava muzayga cho'ng olganda mungiz chiqdi. Ba'zi bir inek kalla va o inek kallaning asosiyati anda buni mungiz chiqdi. Qolganlar hammamiz buqa mungizni olirgan hammasi. Ben kalığı müngüz çıkmaptı anısı bu. Qaysini deysan? Mişmiş kalığa. Ma kalıg'mi? Yaqi. Ma kalığı bu Kalemez bu, işek bu. Deyman benim azdırıvetten cuma. Şu işek. Sen unutmay qalbsın ne? Ya işek deyman deb kalıda tutuyor ama. Ya bak gel killi aka böyle. O kooperatif degidiniz bilan aka ahmaydı o aza kıymet satıdı. Biz demekçi ama işimiz paydını alsak. Ama ben 100 bin pulunu ekeldim. 100 bin pulunu mısın kılsın 200 bin koyunumuz. Kenet ki bağlı hesna hemsini situasak. Kapırıp satsak paydını tam bilesek yaxşı emas mi aka? Fikam. Manda qillar fikam. Mene maşqa zo'lima fikam. Shundan fikam mene zo'lima. Ya şaka. Men aka. Ne var emas. Shundan yaxshi yaqildi juma. Men bir fursat ras chaqchaqimidim. Manda fursat 1 kilo ish kelmaydi. 100 ming koy dedi, 100 ming koy dumut 200 ming, 300 ming topmamsa aka. 100 ming koy chiqarsa, men 100 ming koy chiqaraman. Bana tulga qildi. Dedi ketdi. İşek gülü kalını bilemeyen koyuğuma 100 ming koy salam deme. Otur canım. Ben ders etmez. Mekle gibi bak. Arkasım işte dehqonni ko'mlayim deb kelishdim o'shaga. Dehqonni chiqmaydi. Azaq bir gap qo'ysa golol demoqchimi? Hozir dehqonlar bog'i hali saviyali ko'p qoldimi? Unda ko'mlayim deb. Bana ishing qilaman. Bana. O'tiraman hozir. Va bo'ldi to'la ayrim gibi bak. Şurada 100 bin koy sadaka buluruz baka. Ukam, manda qilaylar. Men de 100 ming koy pul salsam, sağçılık ham bor, ko'rdingmi? Kala, eshaklar bor. Hali mablag'mi bor, lekin manda qilaylar ukam. Men obyatim degandek endi sen bilan biz endi kurashdik. Shunga men andaq ishni qilmay, burunmi qilmabdi ekanman. Ma pulni vaqo sen. Ben sinema kooperatif başlab apray. Qanday dedim tevakkul. Şunu sinema sen bilsan kooperatif neydi? Sen başlab apray ağinangni. Şu gibi aprap ondan keyin muшу mablag' shu kooperatif bilan ish qilmaydi. Men bo'lsam mayimga bo'ldim. Bo'ldi. Mening azroq ishim bor, shu yerga bormamsizlar. Ishta qilaylar. Ma'qul, shu bir choy. Ya bir choy.
Mama ısın kartuşkan verip koy. Aka bir özgüreşli avkaş telefon kısınız hemen kelimeci var ya. Muşum var. Ha, muşum. Makıl makıl. Şençilik. Boşlukta. Katıl. Akmıda bu. Bana başka adam da bu buladığı adamı vakti sıra koymayın. Çolpan geldi. Rahmet aka, rahmet. Bu. Yaman kesiteylam oynatыңыз aka. Vay Ben ukam. oylagandım mı bek? Asli bu bundan näsi degende bunda tayyorlik qilib, oldidan kitibini yezib, onun qanday bunda bir rejissorlik qilib o'ynaydiq bugun. Qamlashdimi yaqinda oldi? Ben çidiyamadım ayda oturup Ha, maş. gülüvettim. Maşkınlım pişib qapsizlar xil aktyor. Rahmet akalık yıldızımız yok. Mujda maqsad yıldız tatislar. Yıldızga aldırmay bo'ldi qaşlar. Bu qaldi. Sizniki yaxshi bağrınızga erişken bolsak, faxrlandik o'zimizdan. Yaxshi, yaxshi. Unda bo'lsa aka, programmamizdan mush kayfiyat ko'tarishni asos qilgan ta'tir javob bosqichi bor. To'g'ri savolni sizdan so'rayman, siz ta'tir oldi javob berasiz. Birinchisi, siz turmushda boshqalarga cho'lponlik kibrigingizni ko'rsatamsiz. Ko'stimi? Ta'tir javob bu. Cho'qqan qo'yib ko'rsatma. Undan so'ng ikkinchisi, siz o'zingizda Shinjongdagi birdan bir eng yaxshi aktyor deb hisoblamsiz. Shundaq. Rasman. Va, boshda ta'tir javob deb qo'yaylikmi yana? Rosa ishtaqmi deb qolmasin. Shuningga to'liq ko'z bo'ladi aka ko'rmanlar uchun. Shu to'liq ko'misi tushunmayman. Bunda loz ekan deb qolmasin. Ondan so'ng uchinchisi aka, siz uxlaganda xo'rak tatamsiz. Tatimi? Ondan so'ng aka to'rtinchisi, siz san'at sohasida xizmat qilib bak jiq pul topdingiz shundaqmi? Topdim. Rahmat aka, ondan so'ng tugidi. Hamda ko'rmanlarniki kayfiyatini texnik yuqori pallaga ko'tarish uchun ijodiy o'yinlarimizdan quloq tanishg'ish taqab so'z tepish o'yini o'ynaymiz. Çolpan geldi. Başlamdık. Ha? Üç boğum başlamdık. Başlandık. İkincisi Hanife. Gittigime. Hanife. Ha? Hanife. Gitşime. Hanife. 5 4 Hanife. 2 Adıçım ba. İkincisi hep belli. Ha? Hep belli. Ebey. Üç boğum aga, üç boğum. Hep belli. Böyle. Kalmadım. yalnız. Hep belli. Ha? 5 Sonra 4 hep belli. 3 2 1 Tamam. Belli. İkinci tanesi dördüncüsü ha? Munever. Hareketle iziktir içeriz. Munever. Muhter va. Munever. Munever. Muhter. 5 Ne? 4 Muna ba. 1 Tamam hadi. Münevver. Sana pagan izah ettin amal yok. Közenek. Gün çıktı. Közenek. Köz eynek. Vallahi. Gün çıktı. Uçaylı. Uçaylı mı? Gün çıktı. Uninki. Nimo u. Kushing ini kamasakam. Gün U. çıktı. 5 Uçi. 4 3 Gün çıktı. 1 Uninki şu. Nöl. Nöl. Alta.
Ay paşa. Alvasti. Alvasti ya. Alvasti. Ay paşa. Ay paşa. Sağlamlık. Sakpes. Sağlamlık. Nima aka? Yo'g'on. Sağlamlık. Şa. Şap. Öttük valla. Gülleyli. Tuttarçı. Turma. Gülleyli. Sulaşı. Gülleyli. U yaxshi. Ufakçı. O'xshash gaplar bor. U Ali. Muslim. Nurali. Ya. Usakçı. U saqchi. Tipali. 2022 yillik Çolpan keldi programımızdan tajdorligi men Munavvar doktor markasini emasmi? Açını mukabbat qilmoqchiman. Sizga shu 3000 yuan qimmatidagi mahsulotni bermoqchi. Bulamda aka naqd pul aralashtirib beraymi? Ko'ngil qanda. Endi aka shu naq maydon qadamda shirqan do'stlarimizmi? Jiroq yurtlardan kelgan deb men dedim-ku aka. Kimning savol so'rg'isi bo'lsa yoki bo'lmasa men so'rgan savollardan "Ma savol tushib qoldi, ma deyilmay qoldi" degan savollar bo'lib qolsa, erkin holda so'rasanglar bo'ladi, mush fursatni beramiz. Eng oldi bilan Munavvar doktor markasiningki hamkorlashib qurg'uvchilarining birisi bo'lgan Abdurahmonjon apandimni oldi bilan olqish beramiz. Salom. Ekran oldidagi naq maydondagi bizning Munavvar doktor tajdorligidagi 2022 yillik Cho'lpon keldi programmasiga qatnashish uchun kelgan barliq naq maydondagi ekran oldidagi ko'ruvchilarga, hammanglarga mendan salom. Shundaqla 2022 yillik Munavvar doktor tajdorligidagi Cho'lpon keldi programmasini suratga elish sebebi bilen siz bilen naq maydonda didorlashishga muyassar bo'lganimdan cheksiz minnatdorman. Rahmat. Shundaqla men naq maydon sahnadagilarga, hammanglarga o'tliq Tumshuq shahar xalqining illiq mehrlik salomini olib keldi. Rahmat. Munavvar doktor markasidagi og'riq to'xtatish, yallo qaytirish chapligi va ko'z asrash, ko'z rushanlashtirish chapligidan iborat mushu ikki xil mahsulotimiz sog'lomlik bo'lgan yiqishligi shundaqla ko'rsatgan unumi bilan yaxshi ta'sir, shundoq yaxshi unum yaratib keldi. Yuqorida Nurali deb o'tdi. O'shu qari akamga sog'lomlik sovg'atlik sifatida bir yurish 3000 yuan qimmatidagi mahsulotni sovg'at 100 dan sundim. Uni aka shu manba Yani sen paydalı kendine. Bizda Munavvar doktor mahsulotininki unumi bo'lsa, bel og'riqi, bel zingsing, sungak, usak har xil pay bo'g'im og'riqlari, so'g'aqdan, yeldan, yo'llikdan bo'lgan har xil revmatizm og'riqlari qarta unum alaydi. Munavvar doktor ko'z asrash, ko'z rushanlashtirish chaplig'imizning ko'z qichish, ko'z to'rlishish, ko'z yashang'irash, chinqilib og'rish, telish, oq tushish, g'uvalishish qatorliq mushu og'riqlarga tez unum ko'rsatish, ko'zga rohat berish, shundaqla oldin elish asrash roli bor. Mushuni sizning bir yurish ishlatib, unumini ko'rishingizni, shundaqla ekran oldidagi ko'ruvchilarning mushu mahsulotimizni ishlatib ko'rishini tavsiya qilaman. Rahmat. Endi aka bizniki top vakiliniki kompyuter orqali tordashlarniki so'ralgan savoli bor-ku. Ashni bir so'rayotsin. Bir tordishimiz debdi, aka agar sizga fursat berib kichikligingizga yenib qilish fursati kelgan bo'lsa, yana siz kasbni tanlamdingiz yoki boshqa ishni qilamdingiz deydi. Yani mushuni tanlayman deb cho'qima. Chunki men naqshlar aktyorlikni tanlayman. San'atkorga nisbatan tabiiy talant, tug'ma talant deb qo'yamiz. Bu intayin muhim narsa bu. Masalan, bir naqshchiga nisbatan aytaylik, naqshchi bo'laychi deb ovoz sharoiti, tabiiy talanti, tabiiy ovozi ashunday yetilmay turib men naqshchi bo'laman desa, belki bu naqshi bulanmaydı. Belki naqshning nazariyasini o'rganish mumkin, nazariy jihatdan, lekin amaliyotda uning ovozini tabiiy bo'lmagan ovozini yaratib chiqargan olmaydi. Chunki menda shu narsamda tabiiy talant bo'lg'achqa, yana men chuqur shuni tanlayman-da yana. Boshqani tanlab nima ish qilaman? Yana bir tordishimiz debdi. Akamiz har qanday odamlarning bir ko'ngli yerim bo'lib qolgan vaqtlar bo'ldi, nachar bo'lib qolgan vaqtlar bo'ldi. Odatda siz ko'nglingiz yerim bo'lib qolgan vaqtingizda kayfiyatingizni qanday tanishaysiz? Nima usullar orqali tanishaysiz? Yılan usul.
Yo'q, endi bu insoniyat turmushda ko'ngli yerim bo'lib qolgan, intayin xushal bo'lib ketadigan ishlar davomli yuz berib turadigan ishlar-ku bu. Meningmi ko'nglim yerim bo'lib qolgan vaqtlar bo'lgan ham bo'ladi. Nurg'un insonda bo'ladigan narsa. Lekin mening ko'nglimning yerimchiligini bak ichimga selib olmayman. Ba'zi odamlar ishidan chiqaramay azoblanib manda bo'lib ketadi. Mening shu zaman uzrab ketsa ya yarim soat bo'lmasa 1 soatdan keyin boshqa bir narsaga ideyam chechib yo'q qilishtirishma. Ichimga sanmayman. Ichimga selib azoblanib, ajab deyoldim o, ajab menda deyvetdi, ajab anda qilib oldi, unda qilib deb bak azoblanmayman. Birdamla yo'q qilmani. Qandaqki o'zim uqmayman, ishtik yo'q qila olayman. Sizning bundan keyingi planlaringiz nima qisqacha bir deb berasiz? Mening buningdan keyingi planim oldidan tan sog'lomligim yor bersa, o'zimning kasbida yanımı xalqimiz yaxshi ko'radigan, xalqimiz taqimi insar bo'layotgan yaxshi asarlarni, yaxshi naqshlarni yana xalqimga sunib tursam deydigan orzuyim bor. Mendagi istak shu. Men kichigimdan tortib sizning naqshlaringizni yoqtirib anglaydim. Bo'lib mening balaliq qalbimga bilim ishqida degan naqshingiz haqiqatan ta'sir qilgan. Ilmni yoqtirib anglayman. Bugun shu Cho'lpon kaldi programmasi orqali siz bilan yaqin oraliqda uchrashganligimdan xursand bo'ldim. Hamda sizga shu bundan keyin tiningizning sog'lom, oilangizning xotirjam bo'lishini umid qilaman. Shuning bilan birga xalqimizning san'at osmonida texnik chaqnag'im yorug' bir yulduz bo'lishingizni alohida umid qilaman. Ko'pdan ko'p rahmat sizga. Rahmat sizga, rahmat. Xo'sh, rahmat aka. Men ko'rmalarniki to'rdoshlarning savolim tugab qopti. Bugun men uchun ilib etgan vaqtda pek ma'nili bir kun bo'ldi deb o'yladim. Rahmat. Sizlar ito to'yindim. Nurg'un qarorlardan erishmoqchi bo'lgan javoblarga erishib oldim-ku aka. Raslan hayajonlandim. Vaqt qistab qolganlik sababli programmaninki vaqti mishayichi bo'lib qoldi. Ba'zan gap so'zlar yana qolib qoldi-ku aka. Shu bir odamning san'at hayotida nurg'unlagan gap so'z, nurg'un ishlar bo'ldi ekan, hammanda bo'lmoq teskanda buni qismlashtiraylik aka shu. Ma birinchi qism bo'lsin, tamom mishat bo'lsin. Ikkinchi qismni yana bir qitim sizdan vaqtingiz chiqqan vaqtga to'g'rilab, davomlashtirib apmangaylik aka. So'ralmagan yerlarni. Xohlasangiz. Bo'ldi. Unda bo'lsa aka, bundan keyingi ishlaringizga zo'r utuq muvaffaqiyat tilayman. Bo'libmi salomatlik tilayman aka. Salomatlikni birinchi o'rin qo'ygan qolgan ishlar tabiiy hal bo'ldi emasmi aka? Eng oxirida oxirlashadigan bosqichga qoldik aka. Bunda ham tugutay desam ko'nglim zot unumavotdi meningki. Ko'ngil nim tatadi demdi. Lag'man qilmayman. Deyman aka. Boshlanishdilam kayfiyatni ko'tarib bir naqshdan boshlatdik aka. O'sha tugaydigan vaqtda bir naqshdan xulosalayib yetamdiq deb o'ylab qoldim. Mayli, vaqt yor bas shunda qilaylik. Acha qilamiz aka. Qildi. Cho'lpon keldi. Aşkar yolu gülzarlı, encanı yolu bir aile. Encanı yolu bir aile. Hayata jüridiken, söyleyene yarim
sargaydı men biz niye yar derdi Çolpan geldi. Rahmet. Mana bu mening sizga aziz olsun bir ko'ngil. Xo'sh, 2022-yillik Cho'lpon keldi programmamizning tajdorligini Munavvar doktor markasi alayda qo'llagan. Her iş seherden başlanıdı. Yaxşı keyfiyat bir kundan aşkıcı. Yuyica, yani Munevver doktor, mayli hizmet yoki seferdi bolay menden ayrılmaydı. Yok, ben onu yeninden ayırmayman. Onu kiçik çağıma. Bazıda kiçik işler çoğu işler tesir kıldı. Bir günlük yaxşı keyfiyat bilen hayat kaynanlığı şunda sınımen ki, bəxtni, muvaffaqiyatni, hayatının kıymetini tezem yardımı. Ümit yine davamlıq algı ündeydi. Bəxtni qoğlaşqa, his qilishqa ündeydi. Sağlam turmuşni özümüz izlep tepadi. Munevver doktor. Xo'sh, programmamizning riyosatchilarining kiyimini miras kiyim-kechak madaniyati cheklanish shirkati alayda qo'llagan. Bo'g'ladi miras tag'dak qomatga qiyas miras kiyimlari. Rahmat aka, yana bir qatam yenisam yana shu tinan salomat bo'lsin aka. Bundan keyin yana ko'rishimizga, va'dabadingizga aka cho'qim kelsiz. Demaysiz aka. Ha, bo'ldi. Pul demayimdi. Sizdan puling olmagandik. Yüzüyorlar aka. Aka, unda bo'lsa, yig'inchoqliq vaqtda ekran oldidagi sizning mastanlaringiz yillardan buyon sizga diqqat qilib kelgan, sizni yaxshi ko'rib kelgan, qo'llab kelgan, ko'rmallaringiz ham shunaqla tomoshabinlar yuzidan kichikkina bo'lsa-mu bir ko'nglimizdagi o'rningizni ifodalash uchun bir lunqqa mujassamladik aka. Bütün hurmatlarimizni mushni bir qabul qilasiz. Voy, rahmat. Ya bahçekten var.